Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sog'ayibsizlar. Xudo xolasa bizlar navbatdagi dastavkalarimiz Beruniya chiqdi. Xudo xolasa ko'rib qolasizlar, 2 mashina, 2 etaj seli joy, xudo xolasa hammasini döşab ajoyib etib beramiz. Ko'rib qolasizlar, qalin gilamlar xarid etdimiz azimiz. Xudo xolasa yana qalin bo'ladi, zich to'qiq yana rulonlar bilan olib borib, xudo xolasa ajoyib etib döşab beramiz. Gatoy gilamlar, bu yoqda yana metrajli her turidan bor. Ko'rib qolasizlar, qalin zich ham o'ta gap bo'lishi mumkin emas mana. Yakınlar xudo xolasa video davomida ko'rib qo'rsanglar, hammasini obzor etib o'tib ketamiz o'sha yerlarimizni. Xudo xolasa ko'rib qolasizlar yine. Yurtlarsa xudo xolasa bizlar ham manzilimizga yetib keldik. Ko'rib qolasizlar yine 2 etaj joy, xudo xolasa Beruniya shahrindamiz. 2 mashinadan 2 etaj joyni xudo xolasa hammasini ajoyib etib döşab beramiz. Eng premium klassda eng qalin gilamlarimizni ekib berdik. Xudo xolasa yine ko'rib qolasizlar, sagnik chisti yakınlar. Xudo xolasa bu tarafdan yine video davomida ko'rib qo'rsanglar, hammasini obzor etib o'tib ketamiz. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa hurmatli yurtdoshlar, xudo xolasa bu yerimiz koridor. Ko'rib qolasizlar, uzun ajoyib provodni gilamimizni tashlab berdik. Ko'rib qolasizlar, monoshli svetda bo'ladi. Divorlardan qo'shib ajoyib bo'lib turibdi. Mana qalin ko'rib o'tasizlar yaqinlar. Mana qalin bo'ladi. Oyoqlari ustidan botib yuradi xudo xolasa. Ko'rib qolasizlar, divorlardan qo'shib, potoloklardan qo'shib ajoyib bo'lib turibdi. Bu yerimiz gilamimiz koridor bo'ladi yaqinlar. Xudo xolasa bu yerda ikkinchi sayamiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu yerimiz zal ekan, xudo xolasa xotin zal deydi. Amamiz bu yerimizga gatoy gilam taqlab berdik. Ko'rib qolasizlar, sasaq qo'jali bo'ladi. Iyinlari zal ekan, bo'ylari zal ekan, iyinlaridan bo'ylarini kesib, ajoyib etib do'qib berdik. O'zini zavod qo'ynatib ko'rib qolasizlar. Bu gilamimiz ham qalin bo'ladi. Qalin ham o'ta zich to'qilar. Zavodning eng premium klassik gilamlaridan birisi bo'ladi. Ko'rib qolasizlar, bu ham devorlarni qo'shib, patologlarni qo'shib ajoyib bo'lib turibdi. Shunday gilamlar yoqqan bo'lsa, bir like bilan bosib ketasizlar yaqinlar, xudo xolasa. Endi keyingi xonamizga o'tamiz. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bu yerimiz ikkinchi xonamiz, ikkinchi zalimiz. Ko'rib qolasizlar, bu yerimizdan gatoy gilam taqlab berdik. Ko'rib qolasizlar, tyomli svetda bo'ladi, ajoyib svet, patologlarni qo'shib ajoyib bo'lib turibdi xudo xolasa. Ko'rib qolasizlar, mana qalinligini ko'rib o'tasizlar yaqinlar. Xudo xolasa. Mana qo'jal bo'ladi, yine original, chisti sarniki bo'ladi yaqinlar. Qalin bo'ladi. Eng premium klassda eng sifatli gilamlarimizdan birisi. Keyingi xonani ko'rib o'tamiz. Yakınlar bir yerden görüp ötesiler, biri öten yemişli svetda bo'lgan high-tech dizaynli gilamimizni taqlab berdik. Ko'rib qolasizlar, bu gilamimiz ham sak zavodining eng original, eng premium, eng qalin gilamlaridan birisi bo'ladi. Xudo xolasa, mana bu ko'rib o'tasizlar, high-tech dizaynda bo'ladi. Atacento high-tech devorlardan qo'shib ajoyib bo'lib turadi gilamimiz ham. Ko'rib qolasizlar, ajoyib bo'lib turibdi. Shunday gilamlar yoqqan bo'lsa, yakınlar bir like bilan bosib ketasizlar, xudo xolasa. Endi ikkinchi etajni ko'rib o'tamiz, yakınlar. Bu yerimiz ikinci etaj bo'ladi. Xudo xolasa yakınlar ko'rib qolasizlar, bu yerimiz ham bir koridor, ikinci etajni. Bu yer ham shu pastdagi birinchi etajga döşab bergan koridorimizga döşagan gilamimizni ikkinchi bo'lakka tashlab berdik. Ko'rib qolasizlar, uzun splashli ajoyib bo'lib turibdi. Xudo xolasa yoqlardan o'shalardan kesib, yezib ajoyib do'qib ham berdik. Zavod qo'ydik, yana do'qollarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa bu gilamimiz ham qalin bo'ladi. Sog' zavodining eng qalin, eng premium klassik gilamlaridan birisi bo'ladi. Xudo xolasa. Endi keyingi xonamizga o'tamiz. Yakınlar xudo xolasa bu gilamimiz sak zavodini qalin, sifatli, eng premium klassik turistik gilamimiz desam bo'ladi. Xudo xolasa bu eksportatsiya varianti bu yakınlar. Ko'rib qolasizlar, shunda bir kichkina bir o'zini bir banizi bor ekan. Ko'rib qolasizlar, shu yerlardan kesib ajoyib do'qib berdik. Do'qishlardan ko'rib o'tasizlar yakınlar. Chisti zavod qo'ydik, do'qib berdik. Xudo xolasa bu gilamimiz ham gatoy sachaqli qo'jali original gilam bo'ladi yakınlar. Xudo xolasa qalin ham o'ta qalin do'qilgan, zich do'qilgan bo'ladi. Xudo xolasa keyingi xonamizdan ko'rib o'tamiz yakınlar. Hurmatli yurtdoshlar, ko'rib qolasizlar, gilamimiz ham gatoy gilam bo'ladi. Mana qalinligi o'ta qalin bo'ladi, zich to'qilgan. Xudo xolasa yana qalinligini ko'rsatib o'tamiz. Mana chisti nok bo'ladi bu yakınlar. Xudo xolasa bu gilamimiz ham gatoy qo'jali sasaqli gilam bo'ladi. Mana ikki taraflaridan gul buzilmaslik uchun ikki taraflaridan yerlarini olib, bo'yinning uzoqlarini kesib, ajoyib do'qib berdik. Xudo xolasa, ko'rib qolasizlar, seri svetda divordan qo'shib ajoyib bo'lib turibdi. Xudo xolasa, ko'rib qolasizlar. Keyingi xonani o'tamiz endi. Yurtdoshlar, ko'rib qolasizlar, high-tech gilamimizni ikkinchi xonasini döşab berdik. Xudo xolasa, ko'rib qolasizlar, high-tech Atacento deb atalgan gilamiz. Divorlarni qo'shib turibdi, patologni ham qo'shib turibdi. Xudo xolasa. Bir ko'rib o'tinglar mana. Qalin bo'ladi, zich to'qilgan bo'ladi.
eng premium klassdagi gilamlarimizdan birisi bo'ladi. Endi keyingi xonamizga o'tamiz. Hurmatli obunachilar, bu yerimiz детский komnata ekan. Ko'rib qolasizlar, bu ham shu gilamimizni taxlab berdik. Xudo xolasa, mijozimiz ham yerdan shunday kichkina xonalarni, shunday gilamimizni taxlab berganlar va aytgan uchun uylarga kelib, kesib, azobat to'plam berdik. Xudo xolasa, buni qalonligini ko'rib o'tasizlar, yaqinlar. Yine. Zıç dokulgan bo'ladi mana. Yine ko'rib qolasizlar. Orqasidan dokulishlari ham tekiz dokulgan, naqbaq chiqib yotgani yo'q. Bu original gilamlarimizdan birisi bo'ladi. Xudo xolasa, endi keyingi xonamizga o'tamiz. Hurmatli obunachilarimiz, bu yerimiz ikkinchi etajli 3-chi koridorimiz bo'ladi. Bu yerimiz kichkina koridor ekan. Bu ham shu arakli koridorimizga döşab bergan gilamlarimizni taxlab berdik. Ko'rib qolasizlar, bu ham ramkali ikkala tarafidan kesib, dokib, azabat chiqarib berdik mana. Ko'rib o'tasizlar. Xudo xolasa, keyingi xonamizga o'tib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, bu gilamlarimizning ichida eng qiroli dedi-ku, shu gilamlarimizni taxlab berdik deyapti. Xudo xolasa, ko'rib qolasizlar, siniy svetda bo'ladi. Devorlardan qo'shib, patologlardan qo'shib azob bo'lib turibdi. Xudo xolasa, bu gilamimizning bir zishligini qalonligini ko'rib o'tasizlar. Yaqinlar, xudo xolasa endi. O'tda zish to'qilgan bo'ladi endi. Ko'rib qolasizlar, bu ham original, yana xudo xolasa, kojali sachakli original gilam bo'ladi. Xudo xolasa, yaqinlar. Ko'rib qolasizlar, shu gilamimiz yaqqan bo'lsa, bir like bilan bosib ketasizlar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa, bu yerimiz ham gatoy gilam taxlab berdik. Endi keyingi xonaga ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, mijozimiz shu 4-chi xonasini ham shu high-tech dizaynli gilamimizni taxlab berishni aytdilar. Shundan keyin uylarga kelib, ajoyib etib, xudo xolasa taxlab olmaydik. Ko'rib qolasizlar, uyga kelib, niylarni, shu eshiklarni gizib, ajoyib kesib to'qib berdik. Taq o'zining nizolasi qo'yib, to'qib berdik. Yaqinlar, xudo xolasa, hurmatli obunachilar, endi kimga uchun xizmatlar kerak bo'lsa, kimga uchun uylaringizni olib borib, kesib, to'qib, sartaroshlik ishlarni qilib berish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol bizning do'konimizga murojaat etsanglar bo'ladi. Eng premium klassli, eng sifatli gilamlar, xudo xolasa bizning do'konimizda Sarg'anapa XL gilamlar markazi do'konida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa uylaringizga olib borib ajoyib döşab beramiz. Feyzli xonadonlaringizda xudo xolasa shunday yaxshi uylaringizda xizmat etib, xudo xolasa döşab beramiz hammasi. Yurtdoshlar xudo xolasa bemalol bizning do'konimizga tashrif buyursanlar bo'ladi. Bemalol kelib, o'zingizga yoqqan gilamlar hadiya etib ketaverasizlar. Hammangiz do'konimizga kelib qolamiz, yurtdoshlar kelaverasizlar. Yaqinlar, bu yerimiz ikkinchi kichkina koridorimiz bo'ladi. Bu koridordan hurmatli obunachilar, mijozimiz pastda döşagan gilamimizdan döşab berdik mana xudo xolasa. Ko'rib qolasizlar, ham shunday ramkali ikkinchi shitlarni kesib to'qib azob etib berdik. Xudo xolasa, tarafimiz. Yaqinlar, xudo xolasa, bu yerimiz ham kichkina bir komnata ekan. 4-chi xonasi ham shu mijozimizga shu gilamimizda yoqib o'xshaydi shu gilamimiz. Xudo xolasa shu gilamimizni taxlab berdik. Ko'rib qolasizlar, bu yerimizda shu high-tech dizaynda bo'ladi. Patologlarni qo'shib bir turli ajoyib bo'lib turdi xudo xolasa. Yaqinlar, hurmatli obunachilar, bizda endi xudo xolasa shunday uylaringizga kelib, kesib, to'qib, sartaroshlik ishlarini ishlab berish hammasi o'zining ichida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa uylaringizga dastavka qilib, xudo xolasa kesib, to'qib, peshog'ni bo'lam, boshqa bo'lam, engdan kesadan hammasini o'zingizda ishlab beramiz. Xudo xolasa kimga uchun sifatli, eng qalin, eng premium klassli turistik gilamlar kerak bo'lsa, xudo xolasa biz yana Sarg'anapa XL gilamlar markazi do'konimizga bemalol tashrif buyursanlar bo'ladi. Xudo xolasa hammangizni kutib qolamiz. Kelaverasizlar.